botoks muolajasini bajaramiz. Qizimiz juda ham chiroyli ekanlar, lekin ajinlari bor. Yoshlari 30 dan sal oshgan, lekin chiroyli rezultat qilishga harakat qilamiz. Preparat Relatox ishlatamiz bugun. Qizimizga bugun botoks protsedurasini aynan bularga mos tochkalarni qilib chiqdik. Chunki ajinlar hammada har xil bo'ladi. Qaranglar. Mana bunaqa ajin. Tepaga ko'taring qoshingizni, tepaga. Полностью ajin. Buncha hamma polyarnisni ishlaymiz. Bu yerda ham hammada har xil bo'ladi, tochkalar ham har xil bo'ladi. Bir xil tochka qo'ymaslikka harakat qilish kerak. Demak, hozir biz tepa qismi bilan ishlaymiz, keyin o'rta, past qismi bilan. Botoks muolajasini bajarib oldik. Xudo xohlasa 2 haftadan keyin zo'r rezultat bo'ladi, yuz yosharadi va ajinlar ketadi.